Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda endi gaz va svetni aholiga cheklov kiritib, tejash taqiqlanadi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda elektr energiyasi va tabiiy gazni iste'molchilarni tarmoqdan ajratish va cheklov kiritish hisobidan tejashga yo'l qo'yilmaydi. Bu haqda Prezidentning 29-apreldagi farmonida belgilandi. 2026-yilda energiya samaradorligini yanada oshirish, energiya resurslarini tejash va ulardan oqilona foydalanishni qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonga ko'ra, 2026-yil 1-iyuldan vazirlar va idoralar, davlat tashkilotlari va ijtimoiy soha muassasalari hamda davlat ishtirokidagi korxonalarning yangi quriladigan, rekonstruksiya qilinadigan va mukammal ta'mirlanadigan bino va inshootlarida energiya samaradorligining S va undan yuqori toifasiga ega bo'lish talabi kiritiladi. Energiya samaradorligi milliy agentligiga energiya samaradorligini rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash jamg'armasi orqali energiya servis kompaniyalar ESCO tomonidan davlat buyurtmalari asosida ko'rsatiladigan energiya servis xizmatlari uchun kafolatlangan to'lovlarni amalga oshirish huquqi beriladi. 2026-yildan har yili energiya sarfi belgilangan normativlardan keskin oshib ketgan davlat obyektlarida xalqaro standartlar va energiya samaradorligi tubdan yaxshilash dasturi amalga oshiriladi. 2026-yil 1-oktyabrga qadar obyektlar kesimida katta hajmdagi ma'lumotlar, biznes tahlil va sun'iy intellekt texnologiyalari asosida energiya iste'molini va samaradorlik ko'rsatkichlarini tahlil qilib borish amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Farmon bilan tasdiqlangan maqsadli ko'rsatkichlar va ularga erishish tadbirlari bajarilishini nazorati energiya tejamkorlik platformasi orqali yuritiladi. Kundalik hayotda energiyani tejash va energiya samaradorligini oshirish ko'nikmalarini singdirishga qaratilgan energiya samaradorligi Farovon hayot garovi umummilliy harakatni yo'lga qo'yiladi hamda aholi o'rtasida targ'ibot va tashviqot ishlari amalga oshiriladi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.